Assalomu alaykum. Aziz muxlislar, aka ukalar, ko'pkari muxlislari, otboz, polvon aka ukalar. Mana bugun 2026-yil 8-fevral kuni Navoiy viloyati Xatirchi tumanida Moskva Mirvali akamiz nabiralarining ko'pkarisi ishtirok etib turibmiz. Polvonlarga kuch-quvvat, otboz akalarimizning otini tagidan shamol esib tursin. Polvonlarimiz omad tilaymiz. Shu yerdagi solimlarning barchasiga nima niyat qilgan bo'lsa, polvonlarimiz shu solimlarni o'zi mingan oti bilan olsin. Polvonlarimiz uloqni olsin, oldirmasin, jonboshdagi raqibiga qoldirmasin. Ko'pkari yozib yuruvchi Samarqand viloyati Ishtixon tumani Qo'rlisoy To'laqishloqidan ko'pkari yozuvchi Akbar yozuvchi. Muxlislar, tomoshabinlar bilan, otboz polvon akalar bilan hamisha birgamiz. Xalqimizda mana shunday ko'pkari to'ylar bo'laversin. Xalqimiz bilan hamisha birgamiz. Xalqimizga mana shunday Xudo beraversin, mana shunday ko'pkari to'ylar qilaversin. Hamisha xalqimizning xizmatida o'ynab kulib chovib yurak. Polvonlarimizga kuch-quvvat bersin. Otboz akalarimizga otini tagidan shamol esib tursin. Hamisha ko'pkarilarda sog' salomat xalqimiz bilan birga o'ynab kulib yurishni Alloh nasib etsin. Hammani ko'pkari to'ylarga yetkazsin.